Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Umar. Aziz ko'ruvchilarimizning suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni, ham berilishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonlarimiz bo'lsa Shveysariya Uyg'ur jamiyatining hurmatli raisi Andili Mehmet Keri Efendi bilan Dünya Uyghur Kurultayı'nın muavin reisi Turguncan Alavudin Efendiler buldu. Söhbetimize hoş geldinler Andili Efendi, Turguncan Alavudin Efendi. Rahmet. Hoş bulduk. Qadrli ko'ruvchilar, bugungi suhbatimiz Dünya Uyghur Qurultayı ve Yevropadagi tashkilotlar tarafidan 2 ayning 15 kuni o'tkazish planlanayotgan Jenevadagi Wilson sarayının oldida bo'ladigan zo'r namoyishning tayyorliklari haqida ilib berildi. Xabarimizda bo'lgandek 2 ayning 15 kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xalqlarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqlari ehtinamısını qo'g'dash komiteti Xitoy hukumatidan hisob oladi va Xitoy hukumatini so'roqqa tortadi. Bu nihoyatda muhim bir kun. Xitoy hukumati o'ziniki irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun xalqaro jamiyatni aldash uchun 15 fevral kuni bir qism Tibet va Uyg'urlarni o'z ichiga olgan kishilarni guvohlik ilib chiqmoqchi bo'lib tayyorlik qilyotdi. Buninki hatto hozirdan boshlab bir qism kishilarniki Yevropaga kelganligini biz xabar topdik. Bu sabab bilan 15 fevral ya'ni ozgan bir hafta vaqtda Xitoy vakillarini so'roqqa tortadigan va hisob oladigan bu kuni Yevropadagi har qaysi tashkilotlar shundaqla Tibetlar bilan birlashib keng ko'lamdagi birlashma namoyishni o'rinlashtirdi. Buning jiddiy tayyorliklari ketyapti. Shu vajidan bu namoyishniki qandoq bo'lyapti? Burunqi namoyishlardan nima farqlari bor? Bu haqida texmo inchki uchurlarga erishish uchun hurmatli Andili Efendi'den bu suhbatni boshlaylik. Jenevadagi namoyish tayyorliklari va namoyishningki iltimos ishlari allburun qilinib bo'ldimi? Qandoq ketyapti? Bu to'g'riliq jamoatga deydigan e'londan boshqa yana boshqa uchurlar bo'lsa, biz hurmatli Andili Efendi'den anglaylik. Marhamat. Rahmet. Assalamu alaikum aziz vatandaşlarım. Namoyish deyli her qanday bir faaliyet vatanimiz için biz sırt elip barılgan en mühim bir yüzümüzni ifadelaydigan bir faaliyetlerden birisi. Bu qatimki namoyishni bayatın Baxtiyor efendim aytib o'tgandek unum bek yuqori bir namoyish. Her qatimki namoyishlarning unum yuqori ama bunun taxim yuqori çünkü bu so'roq so'rash Xitoydan gerçi vatanimizda irqiy qirg'inchilik yüz berayotgan vatanimizda millatimiz ustidan u iqtisod, madaniyat yani bir narsadan gap etish bo'lmasimi, ammo Xitoy yolg'on bir narsalarni akilib dunyoni aldashga tirishadi va bundan dunyo jamoatchiligi hisob so'raydi. Buning uchun bizning u yerda mavjud bo'lib turishimiz bakmo muhim. Yani bu yig'in ochilish mezgilida Uyg'ur tashkilotlari, Sharq Turkiston tashkilotlari, Sharq Turkistonliklarning maydonda turishi va Xitoyning yolg'onchi ekanligini dünya jamoatchiligiga oshkorlashi bak muhim. Namoyishning hozirliklari yaxshi elib berilyapti. Albatta buning ruxsati elinib bo'lgan. Shveysariya Uyg'ur jamiyati velosipedimiz bilan biz turayotgan mamlakatda bo'lgan bir faoliyat bo'lg'achqa ko'pchilik her tarafdan tirishib namoyishning yaxshi elib berilishiga tilakdoshlik bildiryapti. Biz bu yerdagi Tibet tashkilotlari va Turk tashkilotlari bilan aloqalashdik. Ulardan kelib bu namoyishga qatnashganligini bildirganlar bo'ldi. Undan boshqa namoyishning vaqti 9:30dan 1gacha o'tgan 10 deb yozilgandi. Bu 9:30dan 1gacha bo'lgan bo'ldi. Buni aniq bilib olaylik. Hozircha shunchalik teng. Köpten köp rahmet. Hem de hürmetlik Turguncan Alavudin Efendi. Biz bir neçe qatam bundaq çoğun şekildeki zor namoyishlarni ilib bordik. Hem de bu qatimki namoyishniki burunqi namoyishlardan qanday bir farqi bo'ldi? Andan keyin dunyo miqyosida qanday tayyorliklar bo'lyapti? Biz anglayapmiz, hatto Turkiya, Kanada, Amerikadanmi, O'rta Osiyodanmi namoyishchilar keldi deb. Bu to'g'riliq bir uchur bergan bo'lsangiz rahmat.
Rahmet, bu qatımkı namoyish bek muhim, bek ehmiyetli namoyish. Yuqorida Andili qarindishimiz deb o'tdi. Bu qatımkı namoyishning ahamiyati shu yerdaki, bu Xitoy hokimiyati hozir vatanimizda og'ir darajada irqiy qirg'inchilik jinoyati olib beryotidi. Jinoyat o'tkazyotidi. Bu yerda Xitoyni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ictimai, iqtisadi ve siyasi hak hukuk komiteti sual sorak qıtatadigan kun. Xitoy bu yerda biz Sharq Turkiston xalqining, Uyg'ur xalqining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy haq huquqini dafsanda qilishlik bilan qolmasdan bu yerda irqiy qirg'inchilik jinoyati ishlayotidi bu. Bu yerda bu bek muhim. Bu namoyishga qatnashish orqali biz aşağıda bizning Dünya Qurilishining raisi ve başka birqancha vakilimiz BDT'ning bu yig'in zaliga kirib, Xitoyning shu vatandan olib kelgan qo'rchoq vakillari bilan qarama-qarshi turish orqali bular u yerda kurash qiladi. Bu yerda biz sirtda albatta bu bizning o'zimizning vakillarini qo'llash yuzasidan bu namoyishni qilyapmiz. Shu yerda bek muhim yeri shuki, bizning Sharq Turkiston xalqining, bo'libmi Uyg'ur xalqining birdan-bir Xitoy bilan yuzma-yuz holatda kurash qila oladigan, Xitoyga hey ma jinoyatni ishlayotsa sen, irqiy qirg'inchilik jinoyatni ishlayotsa, ma Uyg'ur xalqiga manda zo'rlik, zo'mbilik, zulmlarni qilyotsa, buni darhol to'xtat deyoladigan 100 turani kurash qila oladigan yerimiz shu BDT'ning ichi va oldi. Boshqa yerda albatta biz Xitoyga qarshi nurg'un yerlarda nurg'un harakatlarni ilib beryapmiz. Xitoy buni albatta anglaydi. Ama 100 turani anglaydigan yer shu BDT'ning ichi va shu BDT'ning oldidagi maydon bo'lg'ashqa, bu yerga har qanday bir Uyg'urning berib, shu yerda o'zining bir kishilik Uyg'urlik majburiyatini ado qilib, Xitoyga qarshi shu yerda vaqirab, shuar tovlab qila olishi Xitoyga bo'lgan eng cho'ng zarba. Albatta biz har xil tashviqot vositalari bilan bu davoni olib beryapmiz. Unuma Xitoy anglaydi ya anglamaydi ba'zilarini, anglamay qilishi mumkin. Ama bu yerda Xitoy bizni ashani nima deganligimizni, Xitoyga qandoq qarshi turayotganligimizni, Xitoyning qancha og'ir darajada zulm, irqiy qirg'inchilik olib beryapsimi, Uyg'ur xalqining bo'ysunmaydiganligi, Xitoyga hech qachon Xitoyni bizning davlatimiz deb e'tirof qilmaydiganligi, faqat o'zining bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur ekanligi, Sharq Turkistonning ayrim mustaqil davlat bo'lib yashab kelganlik tarixdan buyon va buningdan keyin mustaqil davlat bo'lib yashaydiganligi ne u yerda har bir Uyg'ur ifoda qilishi, uni Xitoyning ko'ziga qarab turib buni deyishi albatta Uyg'urlar uchun bek muhim. Shuning uchun bu namoyishning ahamiyati nurg'unlagan namoyishlarga qaragan vaqtida nihoyatda zo'r deb qarayman. Shunga butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizni, bo'libmi Yevropada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni 15-sida shu namoyishga qatnashishga takror chaqiriq qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda hurmatli Andili efendi, biz bir necha qatim Janvadagi bir necha cho'ng namoyishlarga qatnashdik, lekin har qatimda o'xshamagan odamlar kelib qatnashyotdi. Bu qatimki namoyishning ko'lami bir qadar zo'r bo'lg'achqa, boshqa davlatlardan kelganlar bir qadar jiq ekan. Hamda yana o'xshash savol bo'lishi mumkin, lekin shu nurg'un odam mashinalik, aeroplanlik keldi, yana ba'zi kishilar yotoq tetishga bir kun aşağıda, bir gün baldur berip aeroplan vaqti to'g'ri kelmagachga bir kun yotoq tetishga to'g'ri keldi. Hamda shu qatnash ham buningdagi aerodromdan shu Wilson Saraygacha bo'lgan
orliq poyezdda qilish kerakmi yoki qanday bir qulayliklar bor, qanday narsalarga diqqat qilish kerak? Bu to'g'riliqmi jamoatga bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Bo'ladi. Aeroplan bilan kelgan qarindoshlarımizga o'tgandimi bir xabar bergan bo'ldik. Aydurumdan Ceneve poyezd stansiyaga 10 minut kelgani bo'ldi. 7 minutdan 10 minutgacha poyezdlarning nimasiga qarab Nayet qulay Ceneve poyezd stansiya merkez poyezd stansiyasiga kelgandan keyin qarindoshlarimiz sirt chiqib ko'lni ko'rizadi. Ko'l tarafga borgandan keyin nima namoyish maydoni jiroq emas. Poyezd stansiyasidan cho'ng nimada. Aptuzm bor. Ular shu Ceneve poyezd stansiyasiga boradigan aptuz va yoki poyezdlar chiqsa bo'ladi. Bu yerda 5-nomerlik, 10-nomerlik aptuzlar masalan Ceneve poyezd stansiyasiga kelgan. Undan keyindan poyezdlardan Luzernga, Rorschach, Brig, Sant Gallen degan taraflarga mangdigan poyezdlar soatlarning o'xshamagan vaqtlarda mangdigan poyezd eng qulay bo'ladi menimcha. Vaqtlar bir 20 minut, 25 minutda kelishi mumkin. Merkezi poyezd stansiyasiga shu Aydurumdan. Mashin bilan kelgan qarindoshlarimiz shu Wilson Palace'ning yanında park bor. Adresini biz shu o'tganda qurultaydan chiqargan adres bo'yicha kelsa Wilson Palace'ning yanında park bor, cho'ng park uyi. Aşağı qo'ysa 5 soatlik bo'ladi mashina. Agar u yerga qo'ymasam poyezd stansiyasida ya'ni yetkidek park yerlar bo'ldi mashina to'xtash o'rinlari. U yerda poyezd stansiyasida necha xil rang bor. Uni deb qo'yayin, yeshil qism bor. Pastga tushganda 2-mi 3-chi qavatda ham pastda. Yeshildagi nimasi biroz azroq bo'ldi hamda park nimasi vaqti ketadigan. Ham kelgan qarindoshlarımızga afsus biz Cenevada ko'p kishimiz bo'lmag'achqa albatta kelib favqulodda bir qiyinchilik bo'lmas inshaalloh. Agar qiyinchilik bo'lgan qarindoshlarimiz va adresini bilmaganlar har doim biz bilan aloqalashsa bo'ldi. Telefonlarimiz ochiq bo'ladi. Vaqt kelsa oldiga odam chiqaramiz. Ama Yevropadan kelgan qarindoshlarimiz herhalde o'zi tepib keladi deyman, chunki bir necha qatam bo'ldi bu qildagi namoyishlar bo'ldi. Eng oxirgi qatam bo'ldi 5-ayning 13-i Pavlqadam cho'ng tipdagi namoyishni. Qolgan agar qarindoshlarning kelayotgan, ya'ni bu namoyish kelayotgan qarindoshlarning savollari bo'lsa, qurultay orqali yoki bizga bevosita qo'ysa bo'ldi, so'rasa bo'ldi, telefonlar orqali aloqalashib turamiz. Köptün köp rahmet. Andaqda bütün dünya miqyosida bu amaliyotda Dünya Uyg'ur qurultiyi shundaqla Yevropadagi tashkilotlar bu cho'ng namoyishni tashkillagan. Lekin bütün dünya miqyosida buningga tayyorliklar bo'lib o'tibdi, hurmatli Turg'unjon Alauddin apandi. Hamda Yevropadagi tashkilotlar bo'lsin yoki bütün dünya miqyosidagi boshqa yerdagilar bo'lsin, bu yerdagi ko'lami va mushu namoyishga bo'lgan tayyorliklari bu qandoq ketyotidi, qanchalik odam kelish imkoniyati bor ekan, bu to'g'riliqmi tafsiliy tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Hozircha bu namoyish haqida Dünya qurultiyining raisi Dolqin Iso apandim chaqiriq e'lon qilgandan keyin o'zini ma'lum qilib biz namoyishga boramiz deb ma'lum qilganlarning soni hozir 500 ga yaqinlashib qoldi. Endi bilasiz namoyishga hammadan men boraman deb ma'lum bormaydiganlar jiq endi. Bir qancha qatimliq namoyishda masalan 2018'deki Brüksel namoyishida yezilgan adamning soni 1 mingga yetmaydi, ammo u yerga kelgan adam 5000 ga yaqin adam keldi. Ondan keyin Cenevada qilingan namoyishqimi uningimi shunday bo'ldi. Az sonda kishilar yezilgan bo'lsa-mu, ammo yezilmay turib aktivlikning qatnashganlar nihoyat ko'p. Men bu qatimki namoyishqimi shunday umid qilaman, ammo bizga borayli, bizni opiringlar deb ma'lum qilganlar shu yuqorida degandek. Ammo ma'lum qilmay turib o'zining oilasi bo'yicha o'zining mashinasida va boshqa har xil vositalar bilan boradiganlar yana bu hozirgi o'zini ma'lum qilgan sondan eshib ketishi mumkin. Shuning uchun mening
ümidim zor. Bu qatımkı namoyish dağdığılık Xitoyga qarshi cho'ng bir zarba bo'ladigan bir g'albilik namoyish bo'ldi deb qarayman. Endi biz ashada qanchalik canlıq tovlay olsak, qanchalik canlıq namoyish qila olsak, ichidagi shu Xitoyni so'roqqa tortmoqchi bo'lgan davlatlar komitetining boshliqlarimi o'niga diqqat qiladi. Bu millat haqiqatan bu izilib o'tibdi. Haqiqatan irqiy qirg'inchilikqa yo'l qo'yibdi. Shuning uchun bularni biz gapini anglamasak bo'lmaydi ekan degan holga keldi. Agar biz bo'shanlik qilib qolsak, bo'shroq vaqirab yoki oz sonda insonlar u yerga kelib qolsak, ularni ancha diqqat qilmasligi mumkin. Shuning uchun hozir degandek mening umidim bu qatimki namoyishga ilgirgidek namoyishlarga jiq keldi. Biz aslida Yevropadagi tashkilotlarni va Yevropadagi yashayotgan qarindoshlarimizni asos qilib turib bu namoyishni uğurlaştıraylı degan toq. Ama qarindoshlarimizni Allah razı olsun Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan, hatta Orta Asya, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye'lerden mi kelimizler özünü məlum qılan bunda qarindoshlarimiz var. Biletlerini elbette yakın. Fidakar qarindoshlarimiz. Şunun için bu qatımkı namoyish mençe dağdığılık Xitoyga qarshi ağır zarba bo'ladigan ve Xitoyni sotqa tortmoqchi bo'lgan BDT'nin bu ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy haq huquq komiteti ve şu yerdeki şu komitetning boshliqlari ve başka davlatning vakillarining oldida ta'siri yaxshi bo'ladigan bir namoyish bo'ldi deb qarayman. Köptün köp rahmet. Hem de hürmetlik Endili Efendi Şveysariya Uyghur davasıda yoki xalqaro siyosatda bo'lsin muhim bir davlat. Hem de şu o'tgan yildan beri Şveysariya jamoati yoki hukumatida Xitoyga bo'lgan qarashlarda bir o'zgarishlar bo'layotdi. Yeni bir siyosatlar chiqyapti. Chunki bu yil kirgandan keyinmi shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildigan davlatlar ko'payishga boshlayotdi. Bu to'g'riliq nurg'un davlatlarda harakatlar bo'layotdi. Sizlarmi qandaq bir o'zgarishlarni bayqadinglar Shveysariyada? Bu to'g'riliq qisqacha to'xtalib bergan bo'lsangiz rahmat. Bo'ldi, rahmat. Deganimizdek Shveysariya Xitoy munosabatida muhim bir davlat. Xitoy uchun muhim, Shveysariya uchun Xitoy muhim. Ya'ni Shveysariya Yevropada birinchi qatim erkin tijorat kelishimnomasini tuzib chiqqan bir davlat. Xitoy bilan tijorat so'mmasi miqdori bek yuqori. Unda bo'lgandan keyin hozirqichilik garchi Shveysariya bu kishilik huquq masalasi bo'lsin, Uyg'urlarga ilib berilayotgan zulm, irqiy qirg'inchilik masalasi bo'lsin, ko'p qatim Xitoyni tanqidlagan, bular matbuotlarda, millat vakillari parlament so'zlagan so'zlarda tanqidlagan bo'lsa, davlatning siyosiy yoki parlament siyosiy shaklda bu Xitoyni irqiy qirg'inchilik qilayotganlik to'g'risida bir qaror ma'qullanmadi. Ammo Shveysariya xalq ichida nəhayət ko'p Xitoyning, ya'ni Xitoyga bo'lgan norozilik nəhayət yuqori. Buni shu keyingi 2-3 yildan beri bag'ansiri his qilyapmiz. Chunki buni matbuotlarda ko'ra olamiz. Shveysariya siyosatchilarida, davlat arboblaridami bu xohishlar bag'ansiri ifodalanyapti. Ya'ni Xitoyga bo'lgan salbiy qarash. Xitoyning asli niyatining, ya'ni Uyg'urlarni yo'q qilib o'tish ekanligi. Yani elbette bu narsalar müşahideki Uyghur teşkilatları, Uyghur qarindoshlarning, Sharq Turkistonliklarning tirishchanligi bilan elib berilyapti. Oldimizdagi vaqtlarda bir necha uchrashishlarimiz bo'ldi siyosiylar bilan, matbuotlar bilan. Shveysariya hukumatining ham parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonish, ma'qullash loyihasini o'tirib qo'yishi va uni ma'qullashini qo'lga keltirishga tirishimiz, lekin haqiqatan o'tgan yillari Shveysariyada matbuot nihoyat ko'p Uyg'urlar haqida xabarlarni bergan, ya'ni shu Xitoy haqida salbiy qarashlar bilan Xitoylarning shu Uyg'urlar ustida ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini xalqlarga nihoyat ko'p tashviq qildi. Bu bir yaxshi yuzlanish deb qaraymiz.
Arlıqda aldığınғы yılı Xitay baş elçisi Şveysariya Tashqi ishlar ministrligiga chaqirilganmi bo'ldi. Yani Uyg'urlardan bu nima doklad e'lon qilingandan keyin Uyg'urlarning ahvolidan andisha qilayotganligini tilga keltirib, Tashqi ishlar ministrligi Xitoy bosh elchisini chaqirdi. Bununga o'xshash nima deymiz? Faaliyetler, yeniliklar hem Uyghur meselesinin takımı kun tartibga kelishi Shveysariyada bo'lgan siri kuchayyapti. Yani bununla albatta bizning tirishchanligimiz kerak bo'ladi. O'sha yerda yashayotgan Sharq Turkistonliklarning Uyg'urlarning. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda hurmatli Turg'unjon Aloviddin apandi, jamoat ba'zida muhim ishlarga diqqat qilmaydigan yoki doim takrorlanib kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa o'xshash shundoq namoyishlarga toza ko'ngil bo'lmagandek ifodalar bo'lib turyotidi. Masalan, G'o'ljidagi ocharchilik voqeasi, shundoqla Urumchidagi o't ketish voqeasidan keyin ko'lam jihatda bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa selishtirg'ili bo'lmasa nihoyat ichinishli voqealar, lekin bu voqealarda butun Uyg'urlar qo'zg'alib ketdi. Lekin Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi turadigan ham buni to'siydigan shunday muhim namoyishlar bo'lsa ancha cho'ng tavrashni yoki buning toz ko'ngil bo'lmaslikdek bir ahvolni ko'ryapmiz. Buningga siz qanday qaraysiz? Nimishqa ba'zi ahvollarda bu irqiy qirg'inchilik qisilish to'g'ri bo'lmasimi, nurg'un kishilar buningga nihoyat ko'ngil bo'lib ketadi, lekin irqiy qirg'inchilik bu uzun davomlashib ketgachkimi, nimishqa bundaq namoyishlarda toz qizg'inlikni ko'rolmaymiz. Bu to'g'riliqmi? Bir o'zingizdan o'ylaganlar bo'lsa tushuncha bersangiz rahmat. To'g'ri, shu siz degandek ahvollar yuz beryotidi. Endi buningda Xitoyning tashviqotning jiq rolimi bor. Ondan keyin o'zimizning biroz unutqaqliq bir mijozimiz bor. Biz Uyg'urlar endi biroz bu tariximizni, tarixiy masalalarimizni bek diqqat qilib ketmaymiz. Aslida bu masalalarga diqqat qilish kerak. Unutqaq bo'lmaslik kerak. Ya'ni bu Xitoy hozir bu irqiy qirg'inchilik jinoyatini yepish uchun har xil shaklda aldamchilik siyosatini yo'l qo'yayotgan bo'lsa, uning yanada pochbirat shundoq bir hodisalarni chiqarib qo'yib, masalan Urumchi o't ofitidek, uningdan boshqa butunlay karantinda hech kimni sirtqa chiqarib qo'ymasdan eshiklarni taqib olib och qo'yishdek mushundoq nimalarni chiqarish orqali umumiy shaklda butun bir Uyg'ur millatiga ilib berayotgan bu jinoiy irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirish uchun kishilarning diqqatini mushu tarafga burab qo'yish mundaq siyosatni o'ynayotdi. Albatta biz bundaq Xitoyning ilib berayotgan burumlash siyosatiga o'ynab ketmasligimiz kerak. Albatta uning o'tni kuyib ketish va och qilish bu voqealarmi og'ir bir jinoyat. U endi bir umumyuzlik bo'lmadan qisman yerlarda bo'ldi. Belgilik inson, ya'ni bir qancha 100 insan yoki 50-60 insan öldü bu sebepten. Ama bu irqiy qirg'inchilik jinoyati butun bir millatni umumyuzlik şekilde o'ltiryapti endi. Shunga biz bu yerda bu nuqtani unutib qolmasligimiz kerak. Ya'ni bundaq hodisalar yuz bergan vaqtida albatta darhol dal vaqtida javob qaytarishimiz kerak. Javob qaytaramiz, albatta qaytaryapmiz. Ama siz degandek bu umumyuzlik irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi biz yetarlik bir hareketlerini kılanmayvatımız. Degandek yeterlik namoyishlar bo'lsa bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi yeterlik derecede o'zimizni ifodalayolmayapmiz, qarshi chiqolmayapmiz. Endi bu qatimqi namoyishni garchi
Dünya Uyghur Qurultayı təşəbbüs qılğan bolsunmu? Ama bu namoyish Dünya Qurultayının namoyishi emas aslida. Bütün Şərq Türkistanlıqlarning, bütün Uyg'urlarning qatnashishi kerak bo'lgan va bütün Şərq Türkistan tashkilotlarining, bütün Uyg'ur tashkilotlarining buningga aktivlik bilan tashviqot olib berishi, aktivlik bilan qatnashishga tashabbus qilish majburiyati bo'lgan bir namoyish. Bu faqatla Dünya Qurultayının namoyish emas, bu Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi olib berilayotgan namoyish. Xitoy BDT'ga deymiz, bu Xitoy sizlar faqatla Xitoyning bu madaniy, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan qilayotgan bu jinoyatni surishti qilishlar emas. Bu Xitoy u huquqlarimizni dafsanda qilish emas, irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazyotdi. Buni sizlar asos qilib turib qattiq Xitoyni sotqa tortishinglar kerak degan ma şekilde özümüzün içimizdekini, kalbimizni aşağıda izhar qilishimiz kerak asli. Şuna bu Dünya Qurultayı uğurlaştırıptı degan şekilde tushunmasdan buni bütün Şarkı Türkistanlıklar qatnashadigan bir umumiy bütün bir millatning, bütün bir xalqning manfaatiga taqiladigan shu manfaatini qo'g'daymiz deyotgan bir namoyish deb tushunishimiz kerak. Şuna mayli bizning ko'z qarashimiz yoki o'zimiz mansub bo'lgan tashkilotlar qaysi tashkilotlar bo'lsin, uningdan qat'iy nazar biz shu namoyish qatnashish orqali o'zimizning bir kishilik Uyg'urlik burchimizni, Sharq Turkistonlik burchimizni ado qilishimiz kerak. Qimmatli tushuntirishlaringizga ko'p rahmat. Programmaga tushlik tomoq vaqtini tanlab kelganinglarga uningga ko'p rahmat aytamiz. Vaqt munosabati bilan yarim soat bo'lib qolibdi. Mishada suhbatimizni to'xtataylik. Hamda degandek har qanday bir xizmatninki uzluksizligi nihoyat muhim. Irqiy qirg'inchilik 2014dan boshlandi dedik. 2016da lagerlar rasmiy qurildi. Hem şuna vaqt uzrab ketgachmi ba'zi kishilarda unutish yoki sal qarash bo'lyapti, lekin bu Uyg'ur millati hayot mamotlik bu so'g'isda jon talishayotgan bunday bir halqiliq minutlarda vatan uchun Xitoyga qarshi to'langan har bir zarra badalning qimmati bebaho bo'ldi. Qarindoshlarimizning milliy, diniy, insoniy burchini ado qilish yo'lida bu kurash uchun bir ulush asqitishga oldiradiganligiga ishonchimiz komil. 15 fevral Ceneva'daki Wilson Sarayı aldıda. Görüşeyli namayişniki vakti 2. ayının 15. günü çarşamba günü yani Ceneva vakti etigen saat 9:20'de buldu. Ceneva'daki Wilson Sarayı aldıdaki meydanda toplanımız saat 10'da resmi namayiş başlandı. 9:20'de işimizdeki maksat Xitay vekilleri şu aldığımızdan ötüp şu meydana kirdike saat 9:20'den başlap. Şunun için Xitaylarniki şu vaqtini tutib turib namoyishni boshlashimiz kerak, shu yerga to'planishimiz kerak. Namoyish taki soat 1ga qadar davom qildi. Buni uqtirib qo'yaylik. Shuning bilan birga programmamiz mishal oyoqlashdi. Har qaysi mehmonlarniki programmaga qatnashganiga rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr takliflar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Hammalarga xo'sh, Allohga omonat. Allohga Rahmat. omonat.